Ular ko'lning u qetidagi yarasalıqlar turadigan yerga bordi. Hazreti Ayso kemidan tushishi bilanla jin chaplashgan bir odam go'r qilingan o'nkirlarning biridan chiqib, uning oldiga yugurdi. U odam o'nkirlarni makon tutgan bo'lib, hech kim uni hatto zanjir bilan mu bog'lab qo'ya olmadi. Bir necha qitim qo'llari zanjirlanib, puturg'i kishanlar selgan bo'lsa-mu, zanjirlarni uzib, kishanlarni chiqib edi. Hech kim uni bo'ysundira olmagan edi. Kech-kunduz mozorliq va dalolarda vaqirab-chaqirab yuradi. O'z-o'zini tosh bilan urib, yorlantiradi. U Hazreti Aysoni yiroqdan ko'rib, yugurgan peti uning oldiga berib, yerga bosh qo'ydi va qattiq vaqirab: "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Xudo oldida sendan o'tib so'raymanki, meni qiynama", dedi. Sababi Hazreti Ayso: "Ey jin, bu odamning tenidan chiq", deb buyurgan edi. Ondan Hazreti Ayso bu odamdan: "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Anılgan, çünkü sanımız köp", deb javob berdi. Bu odamni so'zlayotgan jin. Ve Hazreti Ayso'dan o'zlarini u zamindan chiqarmaslikni talab qilib, ko'p o'tinib yolvirdi. Shu atrofdagi tog' bag'rida cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zilib yuradi. Jinlar Hazreti Aysoga: "Bizni mushu to'ng'iz podisiga haydavatgin, ularning ichiga kirib ketishga ijozat bergin", deb yolvirishdi. Hazreti Ayso'ning ijozati bilan jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz patparoq bo'lib, yugurgan peti yodun tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar u yerdan qochib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. Xaloyiqmi ahvolni ko'rgili chiqishdi. Ular Hazreti Aysoning yeniga kelganda, ilgari minglagan jinlarga asir bo'lgan yelqi odamning kiyimlarini kiyib, as-hoshi joyida holda o'tirganini ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar jin chaplashgan odamning qutqizganligi va to'ng'izlarning oqibatini xaloyiqqa so'zlab berdi. Buning bilan xalq Hazreti Aysoning o'zining zamindan chiqib ketishini talab qildi. Hazreti Ayso kemiga chiqayotganda, ilgari jin chaplashgan yelqi odam uningga: "Menmi siz bilan birga ketay", deb yolvurdi. Lekin Hazreti Ayso uningga ruxsat qilmay, ruh tuqqanlaringning yeniga berib, ularga Rabbingning sana ne kadar cho'ng ishlarni qilib berganligini va qanchalik mehr shafqat ko'rsatganligini yetkizgin, dedi. Bu odam qaytib berib, Hazreti Aysoning o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni 10 shahar rayonida taqitishga boshladi. Buni anglaganlarning hammasi hayron qolishdi. Hazreti Ayso kemi bilan ko'lning u qetiga qaytganida, nurg'un xaloyiq ko'l bo'yida yana uning yeniga yig'ildi. Bu chaqda ma'lum bir ibodatxonaning Yoir ismli bir mas'uli keldi. U Hazreti Aysoni ko'rib, oyig'iga yiqilib: "Kichik qizim sakratga tushib qoldi. Berib uning qo'lingizni takkizib qo'ysangiz, u saqib umr ko'rsa", deb yolvurdi. Hazreti Ayso bu odam bilan birga bordi. Uning atrofi olishib olgan xaloyiqmi kaynidan agishib minishdi. Topning ichida xuntavrash kesli giribtor bo'g'iniga 12 yil bo'lgan bir ayol bor edi. U nurg'un teviplarning qo'lida ko'p azob chekib, bor yo'qini sarf qilgan bo'lsa-mu, kesili yaxshilanmoq tugul, texmi eg'irlashib ketgan edi. Bu ayolmi Hazreti Ayso haqidagi gap so'zlarni anglagan edi. Shuning uchun xaloyiqning orasidan qisilib kelib, orqa tarafdan uning chopini silab qo'ydi. Chunki u ichida Hazreti Aysoning chopini tutsamla cho'qim saqayib ketaman deb o'ylagan edi. Xun shu an to'xtab, ayol o'zining kasal azobidan qutulganligini his qildi. Dal shu vaqtda Hazreti Ayso vujudidan qudratining chiqqanligini sezdi. U xaloyiqning ichida kayniga burilib, "Kiyimimni tutgan kim?" deb so'radi. Shogirdlari uningga: "O'pcho'ringizga xaloyiqning qistab kelayotganini ko'rib turuqliq. Yana "Men tutgan kim?" deb so'raysiz-ku", deyishdi. Biroq Hazreti Ayso o'zini tutgan kishini tepish uchun davomliq atrofiga qaradi. O'zida nima ahvolning yuz berganligini sezgan ayolmi qo'rqinidan titirgan holda Hazreti Aysoning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va uningga haqiqiy ahvolni aytdi. Hazreti Ayso uningga: "Qizim, ishonching seni saqaytdi.
bo'pti, tinch aman qayt. Davomli salomat bo'l, dedi. Hazreti Ayso bu so'zni qilayotganda, ibodatxona mas'ulining uyidan kishilar kelib, ibodatxona mas'uli Yoyirga, qizingiz jonusdi. Endi ustozni ovora qilishning hojati yo'qmikin, deyishdi. Hazreti Ayso bu so'zlarga qaramay, ibodatxona mas'uliga qo'rqmag'in, ishonching bo'lsin, dedi. Shuning bilan Hazreti Ayso Petrus, Yoqub va Yoqubning inisi Yuhannani ilib yo'lga chiqdi. Ulardan boshqa hech kimning o'zi bilan birga berishiga ruxsat qilmadi. Ular ibodatxona mas'ulining uyi oldiga kelganda, Hazrati Ayso qattiq dard faryod ko'targan kishilar to'pini ko'rdi. Hazrati Ayso uyiga kirib, ularga "Nemishqa dard faryod ko'tarib yig'laysizlar? Bola o'lmadi, uxlab qopti", dedi. Biroq ular Hazrati Aysoni masxara qilishdi. Hazrati Ayso hammalarni tashqariga chiqarayotgandan keyin bolaning ota-onasini va birga kelgan shogirdini ilib, bola bor uyiga kirdi. U bolaning qo'lidan tortib, uningga "Talitakumi" dedi. Bu so'zning ma'nosi "Qizim, sana aytmanki, o'rningdan tur" deganlik edi. On 12 yoshli bu qiz shu on o'rnidan turib menishga boshladi. Bu yerdagilar bu ishga intayin hayron bo'lishdi. Hazreti Ayso ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni qattiq topildi va ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni